Bemorimizda 1 yildan beri ikkala quloqlari ham oqadi, yiring keladi. Mana ko'rishingiz mumkin, nog'ora pardada ikkala quloqlarda ham markaziy perforatsiya mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir o'ng quloqlari yana yiringlagan, yiring kelmoqda 4-5 kundan buyon. Mana chap quloqlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Chap quloqlarda ham markaziy perforatsiya mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta buni operatsiya qilib nog'ora pardani tiklashimiz kerak, yama berishimiz kerak. Birinchi o'rinda bemorda burni yaxshi nafas olmaydi, ya'ni burni bitadi. Mana ko'rishingiz mumkin, burun to'sida qiyshaysh mavjud mana. Burun yo'llari tor, hozir ozgina dori sepdik, o'shaning uchun ochildi burun. Xo'p, bu o'ng tomonlari mana ko'rishingiz mumkin, bu ham bitib turibdi. Nog'ora pardani yamashdan oldin, ya'ni uni butunlay tiklashni birinchi navbatda burun orqali nafas olish tiklash kerak. O'zi nog'ora pardasini teshilish sababi ham yaxshi nafas olmaslik burun orqali. O'shaning uchun bularga birinchi navbatda burun to'sini to'g'rilab beramiz, nafasdan yaxshilaymiz. Keyingi navbat bilan o'ng quloq yoki chap quloqlarga ikkaloviga ketma-ket 1 oy farq bilan nog'ora pardani qo'yib, nog'ora pardani tiklash amaliyotini o'tkazib beramiz. Natijalarni qo'yib boramiz. Davlatbek, quloqingiz necha yildan beri oqadi o'zi? Qancha vaqt bo'ldi? 1 yildan beri. Nimadan keyin bo'ldi? O'zidan o'zi oqib qoldimi yoki shamollash nimadir bo'ldimi? Qattiq shamolladi, gripp bo'ldi-da menimcha. Bemorimiz qattiq shamollagan, o'sha 1 yil oldin o'sha grippdan keyin asorat berib ikkita quloqlaridan ham yiring kelib qolgan. Hozir turg'un perforatsiya mavjud, ya'ni teshish mavjud ikkita quloqlarda ham. Xudo xolasa burunlarni to'g'rilab, ikkita quloqlariga ham parda qo'yib beramiz.